Uyg'urcha jibo qilishni o'rgatib qo'yman. Nima uchun hozir bag'ancha Uyg'urcha jibo qilib bo'lmaydi? Ha, usulni qo'llanganmiz, yangidan usul chiqibdi, 5-10 kundan keyin yangidan usul chiqibdi, 500 qo'yversan, tanishib birma, 200 qo'yversan, tanishib birma deb. Nima ish qilmashda bo'ldi? Endi eng dastlab Uyg'urcha jibo qilish boshlangan vaqt oldi qilganlarning birisi mentim. Undan keyin serqar va esib qilsak tepmaydigan bo'ldi. Keyinchi liyanmay qilib turib qilsak tepmaydigan bo'ldi. Barbara unimchaklab keyin 100 mingdan ortiq fonsiyasi bor degan shart tushdi. Uning kaynidan dekometr orqali tanishishga keldik. Uning kaynidan ma AJS orqali oydi o'zgartirish keldi. Lekin barbara bo'lmayotdi. Nima ish shunday qildi? Nima ish Uyg'urcha bu qilolmaydi? Amaliyotda masala ularda emas, masala bizda. Do'yin tarafdorlar butkul kuchur bağladı, shuji ko'rgan ajoyib yuqori. Şinjan rayonida astallık milletlerinin köpligini bildi, lekin nima ish ular cho'nishani bermaydi. Bermaydi emas, boshda bergan. Yüzümüz yaxshi ishlatmadik. Oldi bilan yüzümüzning uning kaydan do'yinning kursini tushiribdik. Shundami ya? Masalan, serqar va ismi Uyg'urcha jibo qilsang bo'ldi degan vaqtning o'zida sodil qila oladigan bir qism yuzsiz qarniyat savdogarlarning hammasi kirib, ishkirdagi yakrayimiz eng azam sifatsiz mallarning hammasini pullab ko'ptirib setiladi. Endi bu yerda kishilarning ko'pinchisi shunday ba'zi azan Açtaq meclisi durup vaqirab turib, yalğanlarni bir turib sassa, bek aldığanqa külüp ketkeşke, bularni 50 yil verdi. Hozirgacha evatni jumlamash gapni debdimi? Hozirgacha mushlarning saqtılığı, yalğanchiligini oshkorlab turayotgan ishlar nurg'un, lekin hozirgacha ashlining jubosida ajoyib odamlar oldu. Endi do'yinni bilan sodiqsi do'yinga yaxshi tutsa, bular nima ish bunga ochiq qoldi. Chunki do'yin umumiy nuqtadan ko'z tutadi. Masalan, telefonlardagi applarda bir mezgil biz to'g'ri so'z qilgan nurg'un applarni hozir juvatdik. Nimishqa ma appdan olgan mahsulot sifatsizga ba'zi azam bo'lganlar hisob saxta narsaga o'tganda burun eng dastlabki to'g'ri so'z qilgan vaqtdagi nurg'un applar hozir telefonlarda yo'q-ku deyman. Yoki bavosin unidan bir narsa setib olmaysizlar. Shunami? Endi bu ish butun mamlakat xarakterlik bu ishni do'yin taraf qilmamda qildi. Shuning uchun bularni kunlarning birida do'yindan olgan narsaning hammasi saxta süpersiz, nachar narsalar keldi degan nomni qilib boshqalarning telefonidan yuzilib ketmayli deb birinchi job maoshni qo'llandi. Endi sen Uyg'urcha cho'nishani versam, sen mening ro'yxatimdan amal yo'q cho'nishani tatib oldi. Ikkinchi bir jihatdan bulardimi bir mas'uliyat bor. Ya'ni xalq ommasiningki ma'naviyatini beytidigan, ma'naviy turmushini bir rangdorlik ega qildigan, lekin nachar yo'lga menib ketsa, axloqsizdan chiqib ketsa, qonunni xilop bo'lsa, qat'iy bo'lmaydi-ku. Shunday bo'lmaydigan holatni chuqur bular tizginlashi boshqarish kerak. Endi rayonimizda Uyg'urcha cho'nishani hech paytda jiboda nima qildik? Birinchi to'xtatmay eg'iz og'lamadigan set gap bilan tillashdi. Kim bek tillasa shuning jibojansida odam bakchiq. Bizning kishilarimiz shularni bak qo'lladi. Shularga degan sovg'at degan oyimay otdi. Qarsa bu yerda vaqtni o'tib ketganlarning 80-90% salbiy normallar. Shunlar bo'lib qarab turibdi, to'xtabdi, bularga Uyg'urcha qilsang bo'ldi desak, mushundaq ishlar avutga jamiyatning ma'naviy tartibini buzib qo'ygudek deb cho'nishani aytib olgan gap. Amal yo'q. Üçüncü bir tarafdan piki oynab, cho'ng favrunda axloq nuqtasidan allabirli eshib ketdi bularning jazolari. Endi hatto qonunga xilop qo'yib tasqavatdi. Shuni to'xtamani vaqtida kontrol qilmasak bo'lmaydi. Bular sen menda qilma, anda qilmas gap anglaydigan odam emas bu. Uningdan mana shu Uyg'urcha cho'nishani itib bo'lsa, davlat jibo qilmasa, pusi diyel chiqib o'ltirgan qadar shuni bilan ityapti. Shuni bilan bir qism aktiv xarakterdagi bilim berayotgan aktiv ma'naviyatini beytiyotgan majatni jibo qildiganlarmi bir tayoqni tang haydlab bir ses qo'ydaklar butun kun seslayotqashqa tang jibo qilolmaydigan kun qoldi. Endi bu yerda keyingi lemmay qilishning o'zi mayli vekometr ishlatgani mayli AJS ishlatgani hammasi bilan do'yini oldiganlikchi. Ya'ni ma bivas qilsa uqib qoldi. Lemmay qilib boshqacha qilsa mening ovozi emasga deydi. Lekin bunday qildiganlar tuyuqsiz olib ketdi. Uyg'urcha jiboni men sana o'yitib qo'ymay pul bersang desa, hammasi pul to'lab o'rganib shuni bular olib ketdi. Shuni bilan do'yintirib to'xtab turib, mal qanday qilyapti? Ma aldamchilikka vosita ma yo'lni aytdi. Vekometr orqali qildi 500 go'yo tanishib berdi. Shunami? Qarshi bilan naq avion qudek banklar va 500 go'yga qaytsam yeli jibot bidandir atidi-ku menga deb hammasi tanishdi. Shundan bunun kimsan olgan shunday qarab to'xtab ma aldamchilikka deb uni aytibdi. Uning kaydan AJS'ni shildi. Hozir buni aytdi-ku. Mushundaq endi meclisi urib 100% sen mengülik Uyg'urcha jibo qilsang bo'ladi deydigan usulni bir mat yalaydigan undaq tanishib turadigan jibo kesh yo'q.
Belki men demisem bu neçe vaqtdan ko'rib ishongensizlar. Har bir oyda yoki haftada bir qatam bundaq ishlar yangi usulda chiqib olmuş turibdi. Onun kaynadalik 100 mingdan funksiyasi oshqonlar degan gap chiqib qo'ygan ishkirdan jonxoni pul setib olib, qarsak tuzuk zopinim yo'q. Biz ömrümüz bir tuzuk zopini ko'rib baqqan vaqt emas, lekin 200 ming funksiya sop ketgan. Voy, danglik adam o'xshaydi deymiz. Amaliyotda bularning hammasi pul setib akagan jonxonlarga. Shuning uchun ham yuqorqi bir qator turli sabablar tufayli degan bevosita Uyg'urcha bo'qili sal cheklanib turishlik sabab mushada günah yerini bizde, yerini yüzümüzde o'ylab baksak bo'ladi. Balki men keyincha buningni texim aniq, texim ro'shan, gavlik altida shunqa qilgan, tasdiqlaydigan bir usullari, bir inovat darajasi shaklida chiqsa, uning keyin texim yaxshi bitadi deb o'ylayman. Qandaq narsalarni tarqilib avjib ketishi, qandaqlarning vaqt o'tishi, endi shu sizning qo'lingizda. Shularga yordam qilyotganimi, shu yuraklarni besib, finshan qilib, do'stim ko'rsin deb go'nju qilib qilgan yordam dal sizdan kelgan. Yeni bir qism aktiv yaxshilarga qilmagan yordammi dal shu sizning qo'lingizdan kelgan. Xayr xo'sh.